Assalamu alaykum suyumlik azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobning 3-chi bobi Seattledagi mashhur bankir Gates jamiyati deganning davomini o'qiymiz. Oqso'ngliklar ro'yini amaliyot yetildirish orqali hurmat topgan millioner. Jamiyatga ba'zi kishilar Bill Gatesni namrat oiladan kelib chiqqan, lekin o'zligidan o'ginib talantli bo'lib quruq qo'l eglik tikilganlarning tipik misoli deb qaraydi. Biroq amaliyot undaq emas. Bill Gates Amerikaning g'arbidagi bankir oilasidan kelib chiqqan bo'lib, dadasi William Gates 2 Washington davlatlik universitetining qonun fakultetini bitigan. U Seattleda ko'lami eng chong bo'lgan advokatlik o'rnini qurgan. Shundaqla shtatlik advokatlar jamiyatining boshlig'i bo'lgan. Bill Gatesning bo'g'larining hammasi bank sohasida oldin qatorli kishilardan bo'lib, bo'g'isi bankir, ulug' bo'g'isi Seattle bankisining City bankisining qurg'uvchisi edi. Bill Gatesning ulug' bo'g'isi o'sha bankini qurgandan boshlab kishilarning o'rimtik sazovar bankirga aylangan. Bill Gatesning onasi Seattledagi bankir oilasidan kelib chiqqan bo'lib, Washington universitetining lavozimot ishlari boshlig'i. Qo'shimcha xayr-saxovat tashkilotining kengash boshlig'i bo'lgan. U xayr-saxovatchi bo'lish sifati bilan Seattleda keng kishilik munosabat to'rini o'rnatgan. Mashhur jamiyatlardagi o'g'il dadasining o'rimtiga erishgan chaqdila ondan bo'g'isining nomiga varislik qila oladi. Bill Gates bo'g'isi William Gates 1, dadasi William Gates 2, bo'g'isi bilan dadasining ismi o'xshash bo'lib, bu jamiyatning shon-sharafga sazovor jamiyat ekanligini to'liq aks ettirib berdi. Amaliyotda Seattledagi mashhur jamiyatdan kelib chiqqan Bill Gatesning haqiqiy ismi William Gates 3 bo'lib, bu nom avlod-avlod davomlash an'anasini saqlab qolgan. Ammo agar jamiyatiga nisbatan faxrlanish tuyg'usi bo'lmasa, Bill Gatesmi ajdodlar miros qoldirgan ismni yoqtirmagan, hatto buningga qarta ma'lum besim his qilgan bo'ladi. Shunlashqa Bill Gates o'z ismidan faxrlanish tuyg'usini qabul qilish orqali jamiyatiga bo'lgan iftiqorlanish tuyg'usini to'liq namoyon qilgan hamda ajdodlarining nomini o'z ichiga olgan shaklsiz kuchning turtkisida avlodlarimi kishilarning hurmatik sazovor boyga aylanish. 3. Mashhur jamiyatlardan o'rganish, kamchiliklarni saqlab qolib, bir niyat, bir maqsaddagi do'st tepish intayin muhim. Agar Paulo Elim bilan Steve Ballmerdan iborat ikki qobil do'stlar Bill Gatesni kompyuter podshohlik taxtiga o'ltirg'izdi deyilsa, undaqda bankirlar jamiyatining falsafasi uni xayr-saxovat shoyiga aylantirdi. Bill Gatesning bugünkidek shonliq natijalarga erishishi ota-onasi, mo'misi hamda keyingi kunlarda tasodifiy uchrashgan ikki do'sti bilan bevosita munosabatlik. Bill Gates o'rta maktabda o'qiyotgan davrda kompyuter podshohligiga cho'nqur maftun bo'lgan Paulo Elim bilan uchrashgan. Hamda kompyuter bilan uchrashgan. Keyin bu bir niyatlik do'st bilan birlikda Microsoft shirkatini qurib chiqqan. Uningdan boshqa Harvard universiteti tanishgan do'sti Steve Ballmerning yaqindan qo'llab yordam berishi orqali Microsoft shirkatini dunyodagi oldingi qatordagi yumshoq detal shirkatiga aylantirgan. Ammo mayli Paulo Elim bo'lsin yoki Steve Ballmer bo'lsin, Bill Gates ular bilan mashhur oliy bilim yurtlarida tanishgan. Gerçi Amerikadagi eng chong izlash tor bekiti Google shirkatining ahvoli Microsoft shirkati bilan selishtirganda chong farq bo'lsa-mu, ammo Googlening oliy maktabda birga o'qigan ikki saboqdoshi o'rtaq qurgan. Google'ni oliy maktabda birga o'qigan ikki saboqdosh o'rtaq qurgan. 1997 yili Amerikaning Stanford universiteti yatqida 24 yoshli aspirant Sergey Brin bilan Larry Page torda izlash tasavvurini o'tirib qo'ygan hamda Google'ni barliqqa keltirgan. Bugunga qadar bu ikki ijodkorning mulki ayrim-ayrim holda 18 milliard va 22 milliard Amerika dollariga yetadi. Bill Gates Harvardlik saboqdoshi Steve Ballmer bilan kompyuter tasavvurini o'tirib qo'yganga o'xshash niyatli ikki do'st Sergey Brin bilan Larry Page yaqindan hamkorlash orqali dunyodagi boy zardarlar qatoridan o'rin olgan. Shunday deyishga bo'ladiki, mashhur oliy maktablar qobil do'stlarni uchrashtiradigan eng yaxshi so'rin bo'lib qolgan. Shunday bo'lg'achqa nurg'unlagan ota-onalar farzandlarini mashhur maktablarda o'qitish orzusida bo'lishadi. Amaliyotda mashhur oliy maktablarga kirib, o'zining ko'ngildagidek do'st topqili bo'lib qolmasdan, balki yana o'zining kishilik munosabatini kengaytirib bo'ladi. Mana bu dal Kennedy jamiyatining farzandlarini Harvard universitetida o'qitishda ching turishidagi sabablarning biri. Bill Gatesning onasi riyosatchilik qilgan Lakeside o'rta maktab onalar jamiyati xayr-saxovat orqali kim ortiq qilib erishgan pullarga maktabga kompyuter setilib Lakeside o'rta maktabiga yana qilgan. Uning bu xil tadbiri Bill Gates va uning hamrohlarining taqdirini o'zgartirib qolmasdan dunyoga olam shumul o'zgarishlarni elib kelgan.
Bill Gates dastlabida kompyuter kasbi bilan shug'ullanish istigida bo'lmagan. Gerçi u ilm-fanga ziyoda qiziqib, butun niyati bilan ulug' olim bo'lishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo dadasining ishlariga varislik qilish uchun mashhur advokat bo'lishga kuchgan. Shunglashqa u qonun fakultetiga o'qishga kirgan. Lekin o'qishga kirgandan keyin o'zida qonunga selishtirganda matematikada talanti borligini bayqagan. Shu sababli niyatini o'zgartib, matematik bo'lishni qaror qilgan. Mushundaq kechmishlar davomida u Lakeside o'rta maktabida Paulo Allen bilan tanishgan hamda Paulo Allen uni yumshoq detal kasb bilan shug'ullanishga kuch kiritgan. Shuning bilan u o'zining kelgusi to'g'risida qayta o'ylanishga boshlagan. Eng oxirida u do'stining taklifini qabul qilgan. Chunki uning eng oxirgi fikrining natijasi shu bo'ldiki, yangi matematika yoki ilm-fan nazariyasi bilan selishtirganda mangu taktiga yetkirib bo'lmaydigan kompyuter dunyosi uni o'ziga cho'nqur mahliya qilib olgan. Buningdan sirt Bill Gates kichkidan boshlabla onasidan qonun, siyosat, xayr-saxovatga aloqador nurg'un ishlarni anglagan hamda ota-onasi bilan hamisha aktiv fikrlashgan. Bill Gatesning onasi xayr-saxovat tashkiloti United Way International xalqaro birlashma iyon to'plash jamiyatining boshliqlik vazifasini o'tagan vaqtda xayr-saxovat ishlari intayin jonlangan. Shunga Bill Gatesning xayr-saxovat ishlariga qizg'in ishtiyoq bog'lagan ota-onasining ta'sirida cho'ng bo'lgan deyishga bo'ladi. Bill Gates mana shundaq muhitda cho'ng bo'lg'achqa kompyuter shoyi din barbara xayr-saxovat shoyiga aylangan. Bill Gates ayol kishisining xayr-saxovat ishlariga aktiv qatnashishiga ota-onasi turtki bo'lgan. Bill Gates kasb bilan aldirash bo'lib jon tikib pul tepayotganda ota-onasi uningga bundoq askartin bergan. Sen hamda xayr-saxovat ishlarini boshlab olsang bo'ladi. Buningdan boshqa Bill Gates to'y qilishdan avval keliniga bundoq degan. Sizlar kelgusida qo'shnilaringlarga bir xil mas'uliyat bilan qarasanglar, turmushda iniq ijil o'talaysizlar. Shundaqla bu yirginishlik dunyoni go'zallikka to'ldira olasizlar. Bill Gatesning dadasi hamisha bolalarga g'oyat mol-mulkni qoldirish, uning ijodkorga aylanishidagi talantini bo'g'ib qo'ydi. Hatto u bir avlod boy zardor bo'lolmaydi deganda ta'kidlagan. Bill Gates dadasiga o'xshashla ziyoda ko'p mol-mulkini avlodlarga qoldirishni tashabbus qilmagan. U bir qism mol-mulkini Amerika, hatto dunyodagi baxtsiz kishilarga iyana qilib qolmasdan, balki yana o'zi o'lgandan keyin mol-mulkining 90%ni jamiyatga iyana qilayotganligini oshkora jakarlagan. Bill Gates xayr-saxovat ishlarini milliard dollarlik oila mulki bo'lg'achqili qilgan. Ota-onasining ulug' miroslarga varislik qilmagan. Chunki boylarning hammasi xayr-saxovat ishlariga munchalik qizg'in qatnashmaydi. Bill Gates o'xshashlar uning yaqin do'sti, dunyodagi ikkinchi zardor Warren Buffettmi jamiyatning uzoq yillardan buyon jamiyat ato qilgan alohida e'tiborga erishganligini, shunga mol-mulkining 99%ni o'zi yaratgan jamiyatga o'zini yaratgan jamiyatga qaytaradiganligini jakalagan. 2006 yil yozda Warren Buffett 85% boyligini iyana qilgan. Hozir yana o'xshashli boy. Yuqoridagi boy zardorlarning ish izlarini bilgandan keyin ota-ona bo'g'uvchilar qaytadan fikr yurgizish o'yga keldinglarmi? Agar biz bolalarimizga ulgu bo'lishni o'ylagan bo'lsak, ota-ona bo'lg'uvchilar hozirdan boshlab har bir bosqichni asta-asta besib o'tayli. Ishonamanki, yaqin kelgusida bizning farzandlarimiz ichidami jazman bir avlod munavvar korxonchilar va xayr-saxovatchilar yetishib chiqisi. Suyimli azizlar, mushu Gates jamiyatining farzand tarbiyasi haqidagi mazmunlar mushu yerda tugadi. Keyingi qismda 4-bob Yahudiylarning obro'li jamiyati, Rothschild jamiyatini o'qiymiz. Bugungi mazmunlar mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh. Suyimli azizlar, mushada ismninki gapi chiqib qoldi. Bill Gatesning ismidagi bell degan qo'ng'iroq degan gap. Gates degan darvoza degan gap. Amdi bunda anglizda nima deymiz hamda darvozaning qo'ldo'misi degandek bir ma'noni bildiradigan bir ismga qaraydigan bo'lsak. Shunga bu yerda bu ism haqida alayda to'xtalib turib, bizningki Uyg'urlarning ismlaridagi o'zgarishlar ma'lum ma'nodan elib aytganda yashayotgan davri va ideologiyasini aks ettirib bera oladi. Masalan, 60-yillarda tug'ilganlarning ismidan Ozod, Do'lqin, Yolqin, Ko'rash, Jasorat, Jasur degandek bu xil ismlar. Ya'ni o'sha davrdagi bir xil inqilob, o'sha davrdagi ideologiyani ozroq aks ettirib bera oladi. Uningdan keyingi vaqtlar qaraydigan bo'lsak, bizningki milliy kimlik tuyg'umizning va mavjudlik tuyg'umizningki kuchayishiga ergishib
o'ttirg'i chiqqan ismlardagi shu uyg'urlashish va islomlashish. Masalan, bir kishining ismiga qarab biz yashayotgan yerni taxminan ma Qarmayliqmi, ma Urumchilikmi, ma Qashqarlikmi, ma Qumliqmi bundoq taxminan faraz qilgan bo'ldi-ku. Masalan, bir mezgil qattiq modulab ketdi. Hech kim qo'ymagan, oz uchraydigan ismlarni bolalarga ism qo'yib qo'yish. Masalan, Alfira degan, shu amniyatdagi choshqon deganninki bir nemisiga deyman, arabchadagi. Men arabchani bilmayman. Ashta bir yerda o'qigandim. Uningdan boshqa Lazina. Mesela Lazina deb ism qo'yganlar shu Sura Fatihadagi Lazina degan gapni. Onun aqsidan masalan Mustaqima deb at qo'yganlar bo'ldi. Albatta bu mayli. Masalan, undan boshqa hech kim qo'yib boqmagan deb aytsak ismlarni tanlaydigan yoki bo'lmasa, masalan diniy ismlardan Mu'mina, Muslima, Muxlisa, Muhsina. Bular bizning shu davrdagi diniy tuyg'umizning, arzu-armonlarimizning ifodalanishi bo'ldi. Endi biz bolalarimiz, vatanda tug'ilgan bolalarimiz bilan chet elga chiqqandan keyin tug'ilgan bolalarimizga qo'ygan ism qo'yish xohishimizdami, amaliyotda bizning ideyamiz ma'lum nuqtada aks etadi. Ism bizning bolalarimizning kutadigan arzu, armonlarimizni ifodalaydi. Bolalarimizni manda bo'lsken, anda bo'lsken, masalan Xadija onamizdek mushundaq nayt taqvo, izzatlik, hurmatlik, zardor mushta bo'lsken deb masalan yoki Oysha onamizdek aqlliq, chechan, bilimlik mushta bo'lsken. Shunami? Xuddi yoki bo'lmasa islomdagi tunji shahid Sumayya onamizdek botur, qo'rqmas, jasur, fidokor bo'lsken. Misol qizlarimiz ismini tanlaganda o'g'illarimizga masalan Xolid, Sayfullah, shunami? Abdullah, Muhammad. Ya'ni demakchi o'g'lim ism ota-onalarning farzandlaridan kutadigan umidininki aks etishi bo'lib hisoblanadi. Ma'lum ma'noda deb aytgan vaqtida. Bolalarning biz qo'ygan ismlarni yoqtirishi va uningdan faxrlanishi bola bilan biz o'tirimizdagi yiliqi davomliq deydigan bir gap bor, inglizcha generation gap. Avlod bo'shliqi. Mush avlod bo'shliqimizni qisqartayotganligning, avlod bo'shliqimiz, ya'ni avlodlar o'tirisidagi hongning yo'g'inab ketmaganligini bildirdi. Masalan, To'xti deb ism qo'ygan bo'lsa, hozir mush bolasiga To'xti deb ism qo'ydigan, Tursunjon deb ism qo'ydiganlar yo'qmi o'rniga deyman mencha. Ammo bu nima mening bolam iliq to'li bolasi tushib ketadigan ayollar, mush bolam bir to'xtab qolgan, mush bolam turib qolgan deb Tursungul, Tursunjon, To'xti, To'xtigul masalan, shunami? Hatta o'zininki vatanda ota-onasi qo'ygan ismlarini chet elga chiqqandan keyin boshqacha iliqi ism qo'yib o'zgartirib olganlarmi aramizda bor. Albatta bu iliqi ism bek masalan yomon ma'nosini beradigan iliqidek bashiri ma'nilik qattiq ismlar bo'lsa o'zgartirishga bo'ldi. Ammo normal holatdagi ota-onalarimizningki o'zimizning shu mayli diniy kimligimiz aks etgan o ismlarimiz nima uchun o'zgartirildi? Shu cho'nglar o'ylab baqsaq bo'ldi. Bu bizningki o'zimizning madaniyatimizga, o'zimizning oilamizga, ota-onamiz bilan bo'lgan beg'imizning qanchaligini ifodalaydi. Ato'ga masalan bir bolamizning masalan birasininki ismini masalan shunday qo'ydik deylik. Qo'psaq yo'q deb chiqiblam ismini Bill, Jack, Jam deb lama shu o'zgartib olsa qon degandekchu. Voy to'g'ri deb masalan ba'zida xijil bo'lishimiz yoki nima qilishimiz mumkin-ku. Ism odatdagi narsa emas demakchi. Mayada Gaytisni yolg'izma Bill Gates boyog'ach qilam, buni yo'g'an jamiyat deb yozib qo'ygan ish yo'q. William Gates 1-chi, William Gates 2-chi, William Gates 3-chi deb shunday qilgan deb. Bizning Uyg'urlarda ism qo'yishda yana bir an'ana bor. Ota-onasining, ota-bovisining, mo'misining ismlarini orzulab, armonlab bolalarga qo'yish. Masalan, dadasining ismi Yaqub bo'lganlar bolasiga, o'g'limga Yaqubjon deb ism qo'ysam ekan. Masalan, onasining ismi Hurixon bo'lsa, qizimga Hurigul deb bir ism qo'ysam ekan degandekchu. Bu qandoq bizningki ota-bovlarimizning ismining
ularga bo'lgan hurmatimiz, qadrlash tuyg'umuzni ifodalash uchun bolalarimizga ism qilib qo'yganimiz. Bolalarimizmi o'zining ismining, bovisining, momisining ismidan atay qadrlanib, cho'ng ko'rilib, o'ziga hadiya qilinganligini his qilgan vaqtida, andan o'zining shu oilaga, shu jamiyatga, shu shu nimaga, shu yerga bo'lgan şu toplumda yemdi yoki shu oila, shu jamiyatga bo'lgan beg'ini his qila oladi demoqchi. Davom qilaylik. Samsara nomli filmda bosh qahramon mundaq bir so'zni deydi. Men 5 yoshdan boshlab bir oylik uchun uydan ayrilib, nimalarni yo'qotdim? Azaldan hech nimaga erishmay turib, yana qandoqsiga voz kechishdan eg'iz ochay? Bu so'zning ma'nosi mayli boyliq yoki nikoh bo'lsin, faqat o'zi beshidan o'tkazgan bo'g'achqa voz kechadigan chog'dimi, uningga hech qanday tortishish bo'lmaydi. Yaqinda Microsoft shirkatining bosh direktorlarining salohiyati selishtirilgan bo'lib, Bill Gates turli faoliyatlarda saxovat salohiyati bilan ko'proq maydonga chiqqan. Ehtimol uning pulga tortishmasligi jamiyat boyligining pulga tortishmaydigan darajaga berib yetganligidan bo'lishi mumkin. Bill Gatesning ulug' bovisining g'oyasi boyligi bank etishga yetgan. Bovisining boyligi ham shunday ko'p bo'lgan. Bill Gatesning dadasi mo'l oila mulkiga ega bo'lib qolmasdan balki yana mashhur advokat edi. Bill Gates jamiyati 3 avlod tirish orqali nom va manfaatga erishish nishonini amalga oshirgan. Shundaqla Bill Gates ajdodlarga o'xshashla o'zini xayr-saxovat ishlariga bag'ishlagan. Bill Gates Rockefeller, Ford, Carnegie qatorliq davlatmanlar tarafidan Riches Oblige, ya'ni oqso'nglar ro'yi deb atadim men buni, boylar unumi ro'yini amaliyat ko'rsatgan boylarning vakili bo'lib baholangan. Agar Nobles Oblige oqso'nglar sinfi unumi faqat rahbarlik qatlamidagi majburiyat va mas'uliyatni ta'kidlash orqali hurmatga sazovar rahbarga aylana oladi desa, boylar unumi rahbarlik qatlamining axloq va majburiyatini ado qilishga texmo ahamiyat berdi. Bu ikki hukm azroq o'xshamasimi, ammo har ikkilisi boylar yoki rahbarlik qatlamining boshlamchilik rolini ta'kidlaydi. Shundaqla bu alohida huquqning jazman majburiyat bilan mos kelishini, salohiyat oliyjanobligi o'rlagan sari sadoqatmanlik va samimiyat bilan ado qilishga tegishli majburiyatni to'liq ado qilish lozimligini tushuntirib berdi. Bill Gates amerikalik zardor bo'lib qolmasdan, balki yana u boylarning majburiyatini sadoqatmanlik bilan ado qilib, kishilarning hurmatiga sazovor bo'lganlarning tipik vakili. U kompyuter inqilobi uchun mislsiz to'p qo'shdi hamda milliard dollar pul topdi. Ammo u hammaga erishdim deb o'tirmay, topgan boyligini ishlatib, dunyo miqyosida bir qancha saxovat tashkilotlarini qurib, boylik orqali jamiyatga javob qaytargan. Men Bill Gatesning pul tepish yo'li va pulini ishlatish usulini tushungan chog'da uning kishilarning hurmatiga erishgan boy bo'la olganligining sababini to'liq tushunib yetdim. Bill Gates qurgan nurg'un saxovat tashkilotlari ichida Bill Gates ayol ikkisining ism bilan nom berilgan Bill va Melinda Gates fondi jamiyati bo'lsa, yer sharidagi ko'lami eng chong xususiy saxovat tashkiloti bo'lib, fond ko'lami xeyri burun qurilgan Ford fondi tashkilotining 3/siga, Rockefeller fondi jamiyatining 10/siga barobar keldi. Bundan boshqa kitob mastanisi Bill Gates dunyoning har qaysi joylaridagi kutubxonalarga har qanday odamdan ko'p iyon qilgan. U yana yer sharidagi kutubxonalarda to'rni umumlashtirish uchun davomli tirishadiganligini oshkora bildirgan. 2005-yil 11-oyda u Londonda 50 yoshga kirgan Mavlud kunini tabriklaganda muxbirlarga o'z nomidagi g'oyat boylikning o'ziga nisbatan cho'ng huquq bo'lib qolmasdan, buning yana bir turlik zo'r majburiyat ekanligini, barliq boyligini jamiyatga taqdim qilib, farzandlariga meros qoldirmaydiganligini 1994-yili Bill Gates Microsoft shirkatida ishlaydigan Melinda bilan to'y qilib, bir o'g'il, bir qiz farzandlik bo'lgan. Qizi 1996-yil tug'ilgan. O'g'li 1999-yil tug'ilgan. Bill Gates bolalarini intayin yaxshi ko'rsimi, ammo u farzandlariga 10 million dollarlik mulkini meros qoldirganligini, qolgan mulkining hammasini saxovat ishlariga iyon qilganligini aytgan. Bu masala ustida to'xtalganda u mundaq deydi. Idillik iste'mol bilan milliard boylikqa erishish o'xshashli muhim. Umuman men ishlangan chilliqqa asosan boyligimni jamiyatga qaytarib, uni ma'rif taraqqiyot ishlari yoki kishilik huquq ilgari surish taraqqiyot ishlariga ishlatishga berman. Bu yerdagi aniq bir nuqta shuki, ziyoda boyligimni farzandlarimga qoldirishni xohlamayman. Chunki ularning g'oyat zo'r mulkka varislik qilishi yaxshi emas deb o'ylayman. Bill Gatesning bu so'zi dadasining burun aytgan so'zni kishilarning esiga soladi.
balalarga g'oya sürmülük miras qaldırış, cezmen ularning ixtisos egasiga aylanishiga to'sqinlik qiladi. Buningdan dadasi qandaq bo'lsa, bolasım shundaq bo'lganligini ko'rilishga bo'ladi. Gaiti jamiyati Amerika moliya, pul muomala, ma'rif, qonun sohasidagilar bilan qo'yiq munosabatni saqlab kelgan. Bill Gatesning onasi Amerikaning an'anaviy moliya markasi, moliya korxonasi IBMning boshlig'i bilan xeli burunli tanishgan. Dunyodagi ikkinchi zardor boy Warren Buffett bugunga qadar Bill Gates jamiyati bilan intayin yaxshi xususiy aloqani saqlab kelgan. Ammo Warren Buffettni Bill Gates tanishtirgan odam dal Bill Gatesning onasi edi. Anasının tanıştırışı bilan ikkilan yosh qo'rama qaramay yaqin do'stlardan bo'lib ketgan. Gerçi ularning yoshi 25 yosh farqlansimi, ammo 15 yildan buyon avvalgidek yaxshi munosabatni saqlab kelmoqda. Warren Buffett bilan Bill Gates o'xshashla moliya boshqarishga moyil kishilar bo'lib, u kichikdan boshlab dadasining ta'siriga uchrab, 11 yoshida, ya'ni 1941-yili pay chekiga mablag' selishga boshlagan. Uning pay chekiga solgan 100 Amerika dollarini ota-onasi bermagan. Balki u jafoliq ishlab tejash orqali yiqqan. Paycheki bahası o'sgan chog'da qo'lidagi paychekilarni darhol setib, uzoqqa barmayla shu setayotgan paychekining bahasi 5 o'sib ketgan. U buningdan mablag' selishda savarchanlik bo'lish kerakligini yakillab chiqqan. Warren Buffett keyingi taraqqiyot musobaqasida savarchanlik san'atini yetildirish orqali dunyodagi eng chong mablag' solg'uvchi savdogarga aylangan. Warren Buffett 14 yoshidan boshlab gazet to'shishni boshlab, to'liq o'rta maktabni bitkizguncha 6000 Amerika dollari topgan. Warren Buffett oliy maktabni bitkizganda 140 ming dollarga ega bo'lgan. 31 yoshida millionerga aylangan. Uning hozirgi mulki 44 milliard Amerika dollariga yetdi. 2006-yili u 80% mulkini, ya'ni 30 milliard Amerika dollarini Bill Gates moliya guruhiga iyona qilib deb dunyoni hang-tang qoldirgan. Mao 2016-yil nashridan chiqqan kitob Uyg'urchasi. Demak, bu 44 milliard Amerika dollari degan taxminan 2010-yildagi bir, ya'ni bundan eng az 10-15 yil burunqi mablag' sommasi ma'vu. Buffettni minglar bilasizlar, men qaysi kuni mush kitob o'quvchi, dunyodagi eng qimmat tushlik tomoq deydiganda shu Buffettning bir vaqt tushlik tomoqining palon pul ekanligini deb bergandim-ku. Mushu kishi shu. Uning bilan ko'rishib yarim soat birga o'tirish, shu birga o'tirgan kishining pay cheki bo'lsin, uning shirkati bo'lsin, hammasinin taraqqiyotiga bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Gerçi Bill Gates jamiyati dunyoviy boy jamiyat bo'lsa-mu, ammo ularning pulga bo'lgan qarashi intayin aniq bo'lib, Bill Gatesning dadasi miros varislik bejiga qarshi turish orqali nom chiqargan. Amerika zongtingi bo'sh miros varislik bejini bekor qilishni tashabbus qilgan chog'da Bill Gatesning dadasi advokat bo'lish sifati bilan hozir Amerikaning boy kambag'allik farqi tarixdagi eng yuqori seviyaga yetdi. Agar boylarning nafsaniyatchiligini mushundaq davomlashaveradigan bo'lsa, Amerika kapitalizmi va demokratiyasi halok bo'ladi deb qaragan. Shunglashqa u miros varislik bejini bekor qilishga butun kuchi bilan qarshi turgan. U keyincha miros varislik bejini bekor qilishga qarshi turadigan Amerika boylari tashkillagan mas'uliyatchan boylar tashkilotining aqlg'uchisi bo'lgan hamda miros varislik bejini bekor qilishga qarshi turishning oldingi safida turgan. Hökumət miras varislik bejini bekor qilish Amerika boylarining qarshi kelishiga erishdi deb qaragan. Ammo Gates jamiyati bilan Warren Buffett jamiyati boshchiligidagi amaliy kuchi bor boylarning qarshiligiga uchrashini o'ylab boqmagan edi. Buning ba'zi bir davlatdagi boylarning turli choramonlar orqali miras varislik bejidan o'zini qochirishi bilan ro'shan selishtirma edi. Suyimlik azizlar, shu miras varislik beji degan gap ota-onasi boyligini bolasiga miras qoldirgan vaqtida bolasining nomiga yutkaydi-ku. O'sha chog'da shu boylikqa boj to'laydi. Şunu demekçi. Endi nurg'un yerda xalq bojdan qochadi-ku. Masalan, shu bo'libmi Yevropadagi bojayg'ir davlatda kishilar amal bor boj to'lamaslikni o'ylaydi. Bu o'yinim xato deb ketkilinmaydi. Yotadiganlar yetib yeversa, topadiganlar ishlab kechgacha ishlab tepib, yana u yotgan bilan o'xshash seviyaga tushib, uningki topgan pulining yarmini bojga to'laversa, balkim ba'zi insonlarningki kallasidan o'tmasligi mumkin. Endi bu yerda biz hamma odamning o'zining kuchiga tayanib turib, o'zining ta'riga tayanib turib, halol ishlab tepishning naqadar muhimligini, mayli musulmonlik jumlasidan mayli butun shu insoniyatningki bir fazilat nuqtasida muhim deb qaraymiz, ta'kidlaymiz. Ammo bu yerda shu hukumat bo'ldimiş bojni kechirim qilib dese, ma boylar qo'pib, yo'q, boj to'lanish kerak. Davlatimiz taraqqiy qilishi, qudrat tepishi, boy kambag'allar o'rtasidagi farq ozlish kerak deb ma yerda
biz bajni berimiz deb turibdi. Nim degan isil. Mana biz bay deb o'tib ketgan oqsoqolliq ro'yi deymiz. Gaytisning hashamatli turalg'isi Seattledagi Washington ko'lining sharqiga joylashgan. Bu darajadan tashqari hashamatli turalg'ida kutubxona, su uzish ko'lchiki va kinoxona bor bo'lib, bahasi 100 milliondan 150 millionga yetadi. Ayni yillar Bill Gates Microsoft shirkatiga yaqin joydan bir parcha sotib olgan. Keyin o'zi kompyuterda laylab chiqish orqali bu qurilishni qilgan. Bill Gates hozir musha hashamatli turalg'isida o'tirib kitob o'qiyotgan yoki pul tepish yo'llari ustida tafakkur yurgizayotgan bo'lishi mumkin. Ammo uni qanday pul tepish ustida tafakkur yurgizayotgan bo'lishi mumkin degandan ko'ra, hozirgi boyliqni qanday qilganda texnik ahamiyatli ishlarga ishlatish to'g'risida o'ylayotgan bo'lishi mumkin deyish eng muvofiq aytilgan so'zdir.